Hali qurbonlikka yuborgan qo'yib yoqdimi? Qanaqa qo'y? Boya jo'natib yubordimmi? Yo'q, hech kim qo'y olib kelmadi. Voy ha, boya o'zi hayron bo'luvdim. Qo'shnimizga kimdir qo'y olib keldi. Menimcha adashib olib kelib tashashgandir. Boring adasi, qo'yimizni olib chiqing. Mayli, men hozir. Qo'shni, kim bor? Keling. Assalomu alaykum. Qo'shni, yaxshimisiz? Ha, qo'shni. Bugun xursandsiz? Alloh mehribonchiligini ko'rmaysizmi? Uyimizga anchadan beri go'sht kirmasdi. Bugun bir saxiy inson ismini ham aytmasdan qo'y hadya qilib jo'natib yuboribdi. Bolalarning xursandchiligini ko'rmaysizmi? Kiring uyga bir yaxshi ovqat qilib gaplashib o'tiramiz. Xudo xolisa keyingi safar. Xo'p, mayli, chiqinglar. Ha, adasi nima bo'ldi? Nega qo'y olib kelmadingiz? Yonimizda shundoq muhtoj qo'shnimiz bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz. Ularni ko'rib xursandchiligini tortib olgim kelmadi. Ertaga o'zimizga boshqa olib kelaman. Mayli, yaxshi qilibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kecha qo'ylaringiz dastlabki chiqazib bergan edi. Yuborgan qo'yingiz juda ham joyiga, o'rniga boribdi. Shunga yana bitta qo'y kerak edi, keluvdim. Ha, aka. Kecha kech payt kelayotgandik, bir bahs hodisaga duch keldik. Molimizni ham, jonimizni ham Allohning o'zi asradi. Shuni shukronasiga ertalab kelgan birinchi xaridorimizga Allohning yo'lida bir qo'y niyat qildim. Shu qo'y sizga nasib. Subhanalloh. Alloh bunchalar mehribonsan. Saxovatpesha insonlarni o'z panohida asrab, o'zi qo'llab-quvvatlab